Shunqorbek Meliqo'ziyev, Buloqboshi tumani 24-maktabning 11-B sinf o'quvchisi. Shunqorbek jami 5 ta kimyo, biologiya, matematika, ona tili va tarix fanlaridan xalqaro va milliy sertifikatlarni olib, hozirning o'zida oliygohga kirish uchun kerakli maksimal ballni qo'lga kiritgan. Meni bugungi shu kungacha erishgan yutuqlarim, ya'ni olgan sertifikatlarimda juda ko'p insonlarning hissasi katta, xususan oila a'zolarim, do'stlarim, o'qituvchilarim. Lekin bularning ichida eng katta hissa qo'shgan inson bu meni dadam deb bilaman. Aynan tibbiyot sohasiga meni dadam qiziqtirgan. Albatta, bu o'qish asosan abituriyentlarning kunning ajralmas qismi bo'ladi. Time management ham eng katta qismi o'qishni tashkil qiladi. Agar men shu kungacha o'qishga ko'proq vaqt sarflamaganimda, bu natijalarga erishmagan bo'lardim. Har kuni muntazam bilim olish natijasida inson bilimni o'z hayotining ajralmas qismiga aylantiradi. Inson uchun bu eng katta ustoz hayotning o'zi. Vaqt. Maktabdagi o'qituvchilar, oila a'zolari, do'stlari bu hayotning bir qismi. Ular ham ustoz deb sifatida ko'rish mumkin. Meni o'qishdan eng ko'p chalg'itgan narsa bu telefon deb bilaman. Chunki men agar telefon ishlatsam, juda ko'p vaqtimni noto'g'ri sarflayveraman. To'g'ri, telefondan yaxshi narsa, maqsaddan foydalansa bo'ladi, lekin vaqtingizni juda ko'p noto'g'ri narsalarga sarflab yuborishingiz mumkin. Telefon ishlatishda juda ko'p yoshlar hozirgi kunda shu ishlarni qilyapti. Meni shuning uchun uydagilarim men telefon ishlatishimga mutlaqo qarshi bo'lishgan. Sertifikat olganimcha ham telefon ishlatmaganman. Endi 11-sinfda telefon ishlatishni boshladim. Va bu qarshiliklarni men boshida menga yoqmasdi, lekin hozirga kelib men bundan xursandman. Eng ta'sirli iqtibos yaqinlarimning gapiga kelsak, menga bunaqa iqtiboslar juda ko'p aytilgan. Yaqinlarim ular o'qishga qiziqishimga juda ko'p gaplarni aytishgan. Xususan dadam asosiy foyda bor deb bilaman. Dadam juda ko'p aytardi bizga, o'qish kerak, baribir bilim bir kuni o'z so'zini aytadi. Ustoz bo'lsam, o'quvchilarimga birinchi so'rashni va fikrlashni o'rgatardim. Chunki bu so'rash yangi o'rganilayotgan bilimni eshigi. Fikrlash esa u eshik tomon yurishdir. Bugungi kunda juda ko'p to'garak, qanaqadir repetitorlarga borayotgan o'quvchilar so'ramasliklari tufayli boshqa tengdoshlaridan ortda qolib ketadi. Ularda ba'zi o'quvchilarda uyalish hislari paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa umuman mutlaqo noto'g'ri deb bilaman. Chunki bu Alisher Navoiyning gaplari bor-ku, bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Albatta, hech bir inson bilib tug'ilmaydi. Uni bilim so'rashlar natijasida, takrorlashlar natijasida shakllanadigan narsa deb bilaman. Men uchun muvaffaqiyat aynan biror narsada yutish yoki chempionlik yoki boylik u narsa emas. Inson uchun muvaffaqiyat bu xotirjamlik, o'zini o'zligini bilish, o'zini o'zidek his qilishdir. Yutgan inson yutgan paytidagina muvaffaqiyatga erishgan deb his qiladi. Ular yutkizib qo'ysa, bo'ldi, men sonda muvaffaqiyatsizlikka uchradim deydi. Lekin yutkizishlar ham bitta katta muvaffaqiyatning boshlanishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun inson hayotda bo'layotgan narsalardan albatta rozi bo'lish kerak. Kelajakdagi rejalarim. Meni bugun shu kungacha olgan sertifikatlarim bu kelajakdagi rejalarimning birinchi qadami deb bilaman. Chunki kelajakda men hali xudo xolasa juda ko'p rejalarim bor. Shularni amalga oshirish yo'lida harakat qilyapman. Masalan, ulardan bittasi tibbiyot sohasida o'qib, malaka oshirib, O'zbekistonni tibbiyot rivojlangan davlatlar, top davlatlar qatoriga kiritish. Buning uchun men hozirgi kunda ingliz tilini o'rganyapman. Bundan asosiy maqsad boshqa rivojlangan mamlakatlarda o'qib, bilim malakam oshirish va o'sha yerdagi investitsiya texnologiyalarini O'zbekistonga olib kirish. Meni bu olgan sertifikatlarim shunchaki natija emas, balki menga ishongan insonlarni ishonchini oqlashning bir qismidir. Kelajakda men bundan-da yana ham ko'proq yaxshiroq natijalarga erishishga harakat qilaman. Xususan vatanimizni tibbiyot sohasida dunyoning rivojlangan davlatlar qatoriga kiritishga harakat qilaman.